сөйлескен қорқыды, çünkü там да телевизорда адам авазын аңлайдыған аппарат бар. Бұлар біздің мында сөйлескен нәрсемізді аңлап тұрды. Шыныңға біз қорқып аңлап қалса, біз қорқып безіміз. Janubiy Xitoy Attiganlik pochtasi gazetining xabar qilishicha, 2019-yili Trump hukumati jazo e'lon qilgan Hikvision Haykang shirkati sobiq prezident Donald Trump ikkinchi qatim vazifa o'tashga tayyorlik qilayotganda Uyg'ur elidagi yerlik hukumat tarmoqlari bilan imzolagan 5 turlik to'xtamni bekor qilgan. 14-dekabrdagi xabarda aytilishicha, mazkur shirkat Uyg'ur elidagi tarmoq shirkatlar bilan tuzgan to'xtamni bekor qilgan bo'lsa-mu, buningdagi sabablar to'g'risida da söz qilmagan. Xabarda Hikvision shirkati Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi kunseri keskinlashayotgan texnika urushida qarmoqqa ilingan Xitoy texnik shirkatlarining biri deb ko'rsatilgan. Xabarda mundaq deyilgan: Hikvision shirkatining aytishicha, 2017-yili rayondagi yerlik hukumat bilan kelishim imzolagan bu shirkat rayonda buningdan keyin boshqa savdo faoliyatlari bilan shug'ullanmaydi. Xabarda Hikvision shirkatining Uyg'ur elidagi Urumchi, Lopnur, Qaraqash, Guma va Keriya qatorliq joylardagi 5 elektron texnik shirkatlar bilan birlikda 2023-yili 3-oyda Amerika savdo ministrligining qora tizimligiga kirgizilganligi tilga ilingan. Xabarda aytilishicha, Amerika sanoat va bexatarlik idorasi Hikvision shirkatini Xitoy hukumatining zo'r ko'lamli tutqun va bostirish harakatlariga, jumladan Xinjiangdagi Uyg'ur va boshqa musulmon asonliq millatlarni yuqori fan texnika orqali nazorat qilishda kishilik huquq dafsandichiligiga yordamlashgan deb ayblagan. Hikvision Haykang shirkati 2017-yildan tartib lagerlarga qamalgan Uyg'urlarni nazorat qilishda ishlatilganligi uchun Amerika 2019-yili uningga jazo e'lon qilgan edi. 2021-yili Angliya hukumati hukumat binolarida Hikvision kameralarini ishlatishni cheklagan. Yevropa ittifoqi uni parlament binosidan chiqarib tashlagan edi. When IPVM showed Ovalbeck the Hikvision logo, with no prior discussion of the PRC company, he immediately recognized the brand of the camera. Video kameraның ismi. Bu әрбір камерада бар. Сіз болды дейді, лекеме сыртынан ағыл шықсамы тұтыды, баламын мектеп апасамы тұтыды, қандай тұтыды? Видео камера тұтыды екен. Мен ашы тұрған шәһәрден шығамайын. Шықсамла бұл аяққа дейді.